Hozirgina ijtimoiy tarmoqlarga Samarqanddagi dahshatli fojia haqida xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqand viloyatining Payariq tumanida ayol tug'ruqxonada oldida chaqalog'ini dunyoga keltirib, hojatxonaning chiqindi qutisiga tashlab ketgani haqida xabar tarqaldi. Qalampir.uz mazkur holatga aniqlik kiritish maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati bilan bog'landi. Boshqarmaga ko'ra, holat o'tgan yilning 27-dekabr kuni Payariq tumanidagi tug'ruqxonada sodir bo'lgan. Chaqaloq topilgach, uning nafas olmayotgani va o'lik holda ekani aniqlangan, lekin u onasi tomonidan o'ldirilgani yoki yo'q, bu hali noma'lum. Ichki ishlar boshqarmasiga ko'ra, ayni paytda ish bo'yicha inspeksiya tayinlangan. Bolaning tirik tug'ilgani yoki homila nobud bo'lib keyin tug'ilganini ushbu ekspertizadan so'ng ma'lum bo'ladi. Ekspertiza xulosasi e'lon qilingandan so'ng qo'shimcha ma'lumot taqdim etiladi, deydi boshqarma matbuot xizmati vakili.